Endi savol nima? Kino aktyor bilan teatr aktyorini ijro mahoratining farqi. Kino bilan teatrning farqi shuki, В театре нет стопов, и у тебя нет, ты не имеешь права переиграть то, что идет, как вышел, так до самого конца. Kino san'ati biz bilamiz, albatta juda sintetik san'at. Lekin aktyorlar bilan ishlashni o'ziga xos tomonlari bor. kinoda общий planda ishlagan joyimizda, demak biz teatr aktyorimiz. Teatrdagidaqa misol uchun xatti harakatlarimiz, mimikalarimiz ishlashi mumkin. Sredniy krupniga kelgan paytimizda ko'zlar kerak. Ana o'sha ichki hissiyot ishdan to'lqinlanib kelayotgan narsani ortiqcha emotsiya, ortiqcha mimikalarsiz ko'z bilan berish kerak. Но ты мне дай, дай. Если я не чувствую зрителя, это Бартин Хватянщин. Есть, конечно, специфическое различие. Оно в чем различается? Наша задача театрального актера прожить жизнь, путь героя бесконечно за счет полного проживания в целостности спектакля. Кино здесь не стоит столько играть так, чтобы рвать струны. Кино все-таки это глаза души человека, это некий поворот, это свет. Тут есть специфика, которую надо понимать и чувствовать. Misol uchun Rustam Saidullayevlar man teatrda misol uchun ularni bir rol o'ynashini ko'zim oldida keltira olmayman. Lekin kinoda bu tengi yo'q aktyorlar. Demakki kino juda ham sezgir kamera bilan kuzatadi. Ba'zida ko'pincha bir aktyorlarni teatrdan oladigan bo'lsak, ular shu orqa qatordagilarga ham yetkazish uchun qanaqadir bo'rttirib o'ynalgani uchun ular shu bo'rttirishga, haligi показательный искусство deymiz, haligi ko'rsatish, ichki kechinma emas, ko'proq ko'rsatishga harakat qilishadi. Teatr tomoshabini aktyorni ijro qilayotgan maydonidan, ya'ni sahnasidan 4-5 metr kamida bo'lsa 10 metr narida o'tiradi. Oxirgi planda zalda oxirida o'tirgan odamlar 100-150 metr farq qiladi. Kinoda xuddi ko'zini, yuzini shundoq ekranga mamtga olib kelib-beradi-da. Shuning uchun buni farqini tushunish kerak. Bitta ko'z bo'ladi, o'lik mani do'stim kamera bilan ishlayotganda operator bo'ladi. Keyin operatordan so'rayman. Aldamadimmi, yo'qmi? Ko'p operatorlarga murojaat qilaman. В театре мы играем на последний ряд. Это в больших театрах, не в камерных, в больших театрах. А в кино на 230% меньше все это делается, потому что там есть крупные планы. O'sha Vyacheslav Tixonovni deyarli 3 minut bir o'zi gapsiz so'zsiz shu oddiy shu bahorga xuddi kurtaklarni ko'rayotgandek ko'ramiz, lekin uni ko'zida qancha ma'no bor, qancha rejalar qiladi. Hozir bizda nima yetishmayapti? Bizni aynan san'at va madaniyat institutimizda mana shu oltin o'rtaliqni topish kerak. Karim Mirhodiyevlar teatrda ham o'zini iziga ega, lekin kinoda ham u qanday ekanligini juda ham yaxshi his qiladi. Chunki ular kamerani his qilish kerak. Demak, ana shu narsani biz albatta o'sha institutda o'qish jarayonida takomillashtirishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta endi buni o'zi tajribalar bilan kirib keladi. Ko'p aktyorlar 1000 talantli aktyor bo'lsin, o'ta talantli kinoda biz ko'pincha ularni pastga tortamiz. Yo'q. Aktyor dram kino fakulteti. Da, aktyor dram kino deyilgan. Demak, kinoni ham o'rgatish kerak. Institutda o'qish davrining o'zida bularni komandalarini yaratish kerak. Rejissor misol uchun Abdulla Qahhorning Anor hikoyasini oldi. Deylik. Anor hikoyasida ikkitagina personaj bor. Ana o'shani rejissor kursidagi bola oladi, ikkita aktyorlik kursidagi talabani ishga o'zi bilan birga jarayonda ishlaydi.
uni keyin xatti harakatga qo'yilgan holatida nafaqat teatr variantini, uning ekran variantini qilish uchun operatorlik guruhida o'qiyotgan talabani olib kelib syomka qildirish kerak bo'ladi. Xatti harakatga yotqizib. Shundan ular imtihon qiladi. Shundan shuni ko'rganni o'zida operatorda ish ko'rinadi, rejissyorda ish ko'rinadi, aktyorda ish ko'rinadi. man demoqchimanki, demak kino san'ati bilan, ya'ni kinoga olish maydoni bilan sahnani anchagina farqi bor. Bevosita teatr sahnasida tomoshabin bilan muloqot bo'lsa, demakki tomoshabin buni hazm qiladi. Bu yerda shartlilik bor. Shartlilikka mana oddiygina 3-4 ta arqon osilib turgan bo'lsa ham, demakki buni qanaqadir bir biz buni dekoratsiya deb his qilamiz. Hattoki yoki o'sha qog'ozdan yashalgan daraxtni tomoshabin buni qanday bo'lsa, demakki shu daraxt deb his qiladi. Lekin kinoda biron bir aytaylik uzoqdan ko'rinsa ham, aytaylik o'sha palma daraxtini agar sun'iy daraxtni qo'ysa ham, ay bu sun'iy daraxt-ku deydi. Hattoki uning ichiga filtrlar qo'yamizmi, changlar qilamizmi? Demakki, bu shunday san'atki, biz juda ehtiyotkorlik bilan yondashimiz, ayniqsa aktyorlarimiz. Demakki, bu narsani biz institut dargohidan boshlashimiz kerak. Внутреннее состояние bilan ishlanadi kinoda. Teatrda texnik bir narsalar qilib tashlash mumkin. Kinoda bu narsalar aldam. Aktyor o'zini alday boshlagandan keyin tomoshabinni ham aldaydi. Tomoshabin natijada uni qabul qila olmaydi. Da. U yoqda ham, bu yoqda ham toza, samimiy ishlab bersang to'g'ri bo'ladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Agar u yoqda ham aldasang, bu yoqda ham aldasang, bir teng hammasi. И третье, мне кажется, это лично мое мнение, и третье, в кино твою задачу, сверхзадачу и прочее, сквозное действие, это все делает режиссер на монтаже, а в театре это делаешь все сам. Qaysi aktyor ekranda ko'p qoladi? Yaxshi ijro etgan. Teatr aktyori bilan kino aktyorini orasida ancha katta farq. Boshdan oxirigacha bitta nimani olib, ko'tarib olib borishing kerak. Kinoda lavha olgandan keyin, lekin uni keyin rejissyor mahorati montajda yoki operator nimasi ham o'tdi. Juda muhim nimasi. Usiz bo'lmaydi. U yog'iga falakdan hatto quyosh berkindi. Bizlar baxtiyormiz. Omad sizga ham, bizga ham yor hammamizga. Sog' bo'ling.